Mana do'stlar, rodbun bilan yopishtirib chiqdik. Mana bunaqa duvalada. Qonning shunaqa duvallar. Rodbun bilan yopishtirib chiqdik. Mana. Buni keyin pachaqlab ham chiqara olmaydi. Mana, rossiyskiy stilda qilib. Kesib qolaman-da, Abraham. Böyle olursan. Hadi. Qoramdan sen ishimda. Nima gap? Murodillo bor. Mana do'stlar, qonni gipsgardanni bo'lgan. Eski uylar edi. Hozir to'g'rilab chiqdik mana apshipkalar. Bu boshqa obyektimiz. Mana eski domada eski rossiyskiy uylar edi. Qaranglar. Mana betonni kontek surilgan bunga. Bizmas oldingi zamonda surgan. Mana endi gipsgardan shu chiqyapti. Mana u. Mana. Ko'ringlar do'stlar. Iloji boricha uy solayotganinglarda do'stlar. Uy solayotganinglar. Uyda steshkani rashotini olinglar. Zaspyani rashotini olib turib, keyin g'ish urdiringlar. Bitta ikkita g'ish qo'shtirib qo'yinglar. 2.90. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Ozmas rasxodni kamaytiray desanglar 2.90 ga to'g'ri qildirib qo'yinglar do'stlar. Steshka bo'ladi, mana bu bo'ladi, patolog bo'ladi. Ashunda hozir mana bu qaranglar. Past bo'lib qo'yganda. Ashuncha rashot olinglar. Buni kattani. Do'stlar, uylar baland bo'lib, katta bo'ladigan bo'lsa, kichkinaytirish oson. Kichkinani katta qilish uchun tomni ochib yopish kerak do'stlar. Shalarni ham rashotda olinglar. Ate pul sarf qilgandan keyin do'stlar. 2.90 ga beringlar menga. Uylar rad tushuklik chiqarib beraman men. Past bo'lib qoladigan bo'lsa, steshka qo'yganlarda bitta buzib qo'yadi do'stlar. Yana ko'tariladi. Masalan 5 cm qo'ysam bo'laveradi, 5 qo'yaman deysizlar. Yo'q do'stlar. Mana burchak bilan mana burchak bilan. Mo burchak bilan ono burchakda lazer qo'ysanglar 5 qo'ya olmaysizlar. Chunki mayoq 5 bo'lsa, u yog'i 7 bo'lishi mumkin. Do'stlar, lazerga qarab u yog'ini ham 5, bu yog'ini ham 5, bu yog'ini ham 5 qiladigan bo'lsanglar, mo polilar qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri kelmay qoladi do'stlar. Sizlar 5 deb miyalarligini chiqarib beringlar. U 5 hayotda bo'lmaydi. Standart 5 bo'lmaydi. Masalan, ko'rdinglarmi ularni? Nima karandelni qo'ysanglar, lazerda. Hamma uydigini, uyni ko'rdinglarmi? Mana burchagini. Shu burchakdan burchakka to'g'ri kelguncha 12 bo'lib ketadi, 12. Do'stlar, hamma standart 12 emas. Narigi boshi 5 bo'ladigan bo'lsa, 5 bo'lsa. Hamma yeri kelib 12 bo'ladi. Shunda lazerga to'g'ri keladi do'stlar. Lazerga. Ular 5 cm qo'ysam bo'ladi degan xayol chiqarib beringlar, kallanglar. Do'stlar, sizlar 2.90 ga beringlar, shunda steshkalar normalniy bo'ladi do'stlar. Bitta steshkani qo'ygandan keyin ikki etaj bo'lsa, ikkinchi etaj o'rtaga lazerni qo'ygandan keyin hamma xonanglar bir xilda bo'lishi kerak. Masalan, lazerga barmog'ingiz mashermi? Bunda qo'yganingizda lazer barmog'ingiz masheriga kelishi kerak. Hamma xonaniki. O yerga qo'ydingizmi? Lazer asheriga kelishi kerak. U yoqqa qo'ydingizmi? Lazer asheriga kelishi kerak do'stlar. Shu rashotini olinglar. Hozir bilmagan ustalar ko'pchilik padmayak qilib beraman deydi. Yo'q, padmayakni
mayakni nimasiga qo'ymaylar do'stlar. Dilakarasaga. Mana yerga mayak qo'yib, mana yerga qo'yib, mana yerga qo'yib, keyin pravilani bitta qo'ysang, mana bo'lib o'ynab ketgan bo'lsa, u mayakda nima keragi bor do'stlar? Shuning uchun zo'r qilib qilinglar, haddishi bo'lsin. Shunaqa do'stlar, qilsanglar, eshikdan kirib kelgandinglar usta qilib solavermasdan ishini ko'ringlar do'stlar. Bitta xonani qildirib ko'ringlar, 2 etaj bo'lsa. Bitta xonani qichi qani ko'raychi. Bitta xonang qancha bo'ladi? Masalan 20 ming bo'ladi bitta xonani bitirishingiz. Mashina bitir. Keyin qolganini dogovor qilaveramiz. Deb bitirtirib ko'ringlar. Lazerini qo'y. Stashkani qildimi? Lazerini qo'y. Shunda tekshiringlar. Tekshirib ish qilinglar do'stlar. Ate pul sarf qilganinglardan keyin tekshirib ish qilinglar do'stlar. Qo'ldan o'tagasiga tiqilib qilmanglar do'stlar. Liboy eshiginglarda mana uylardan usta kirib keldimi? Usta ekan deb tapir-tupir solavermasdan pul topish oson bo'lmayapti. Qilgan ishini ko'ringlar. Qayerda qilgansan? Bundan oldin masalan steshkani qayerda qilgansan? Hamma yerda yurchi borib ko'raylikchi deb turib, lazerini olib, shuni qo'yib bitta o'lchaylar. Bo'lmasam xazayinga telefon qilinglar. Falonchi usta sening uyingda ishlagan ekan. Qanaqa usta edi deb bir og'iz so'rab qo'yinglar. Sizlarda hech narsa ketmaydi do'stlar. Qilgan ishini so'raylar. Eshikdan kirib kelgandinglar usta qilib solavermasdan solmanglar emas, solinglar. O'zingizlarning pulinglarga achininglar ozgina. Mana bu videodagi ishni ko'ringlarchi. Yaxshimi shu odat, yaxshimi? Mayli tinch bo'linglar do'stlar.